Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham firmalarni terib, regalarni qatirib oldik. Bu obyektimiz Samarqand viloyat shahrida bo'ldi hozir. Bu joyimiz uzuni 24 metrga, eni 17,5 metrlik firma tushdi. Bez ustun. Xudo xolasa polni konteyner profillardan qilib berdik. Firmalarimiz orasi 1.30 dan bo'lib, rekalarining orasi 70 sm dan qo'yib berdik. Tunuka holatiga tayyorlab berdik. Bu joyimizni kvadratiga keladigan bo'lsa, kvadrati 190 mingdanga to'g'ri keldi. 190 ming ichida nimalar kiradi? Polniy metall konstruksiyasi o'zimizdan, usta haqisi ham o'zimizdan, faqat uyda egasidan oziq-ovqat bilan, joy bilan ta'minlab berdi, mashq holatiga olib kelib berdik. Tunikasini ham yopib beramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bespasredniy xizmat qilib beramiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha aloqaga chiqinglar, pastga nomer qoldirib ketamiz. Hozir o'zingizlar bir baho berasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Firmalarimiz pastki tomondan ko'rinishi mana 14 metrlik sarrob o'rnatdik. Bu tomoniga bitta stoka qo'yib. Xudo xolasa 17 metrdan tashqari 28 metrgacha bez ustun stokasiz firmaga o'rnatib beraveramiz. 100% garantiya. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli holatda bitkazib beramiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salom bo'linglar.